Yolg'onchilar aldangan odamlarni, zolimlar mazlumlarni Xudoga soldim deydigan zamondamizda biza qanchalik bekitmaylik bu narsani, lekin tan olishimiz kerakki, biza yashayotgan zamon haqiqatan ham og'ir. Nima jihatdan og'ir? Rivojlanish jihatidan emas, inson insoniyligi jihatidan, xulq-atvori, vafodorligi, sodiqligi jihatidan haqiqatan ham qiyin zamon. Haqiqatan ham insonga o'xshab yashashga qiynaladigan zamon. O'shaning uchun gap borku, o'liklardan ham ko'ra tiriklar tez aynib qoladigan, tez chirib ketadigan zamonda sog'lom yashab olish, odamga o'xshab yashab olish, odamga xos yashab olish qiyin masala. Bu holatdan hamma ham sog'lom chiqavermas ekan. Faqatgina vijdoni va dunyo qarashi toza odamgina o'sha hamma buzuqlik qilsa, men ham buzuq bo'lishim kerak ekanda, endi zamonni talabi ekanda deb hayvonga o'xshab qilib ketadigan emas, balki o'zini prinsipi bo'lgan, dunyo qarashi bo'lgan, kim nima qilsa ham to'g'ri hayotda yashab o'tishim kerak deb o'zini dunyo qarashiga, o'zini vijdoniga sodiq qolgan odamgina bu holatdan sog'lom chiqar ekan.